Ehtimol sizga hech kim aytmaydigan haqiqatni aytarman, lekin muvaffaqiyatga erishish juda ham zerikarli. Juda ham zerikarli jarayon. Ishoning. Agar eslab qolish bo'yicha rekord o'rnataman desangiz yoki jahon chempioni bo'laman desangiz, yillar mobaynida har kun ozonda turib, soatlab bir xil narsani qilishingiz kerak. Agar shaxmatdan jahon chempioni bo'laman desangiz, yillar mobaynida ertalab turib, ozonda turib, bor bo'sh vaqtingizni aynan shu narsaga sarflashingiz kerak. Hech qanaqa ko'rishuvlar, kimdir bilan uchrashuvlar, choyxonada o'tirishlar, hokazo. O'rtacha biznes 7 yilda oyoqqa turib pul keltirishni boshlaydi. Ya'ni agar siz biznes qurmoqchi bo'lsangiz, agar yopilib ketmasangiz, qanaqadir mo'jiza bo'lib, birinchi 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil va chidab borsangiz, umuman hech qanaqa pulsiz har kun ertalab turib, to'xtamasdan shu stressdan o'tib, bir xil narsani takrorlab ishlashingiz kerak. Keyin qachondir balki siz pul topasiz va muvaffaqiyatga erishasiz. Shuning uchun bilib olingki, muvaffaqiyatga erishish o'zi zerikarli va bu narsadan qanaqadir fantastik tuyg'ular kutmang. Biz kinolarni ko'rib olganimizda o'tda vandamlar yugurishadi, muzika shug'ullanishadi, taxtalarni sindirishadi, boshqa narsa qilishadi. Mana shu narsadan motivatsiya olamiz, haligi ko'tarinki kayfiyat biz bilan doim bo'ladi deb o'ylaymiz. Yo'q, bo'lmaydi. Faqat zerikish bo'ladi. Va mana shu zerikish kelgan paytda, shu zerikish normalligini qabul qila olgan inson katta ehtimol bilan muvaffaqiyatli bo'ladi. Qolganlar sinib ketadi, yo'lni yarmini tashlab qo'yadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Paka.